Короче, hozir mashin bananman kelgan men O'zbekistondaman. Prostoy доверенностьim bor edi, general доверенностьim yo'q edi. Mana hozir Namangandaman-da. Namanganning Pop degan tumanidaman. Mana polni 50 region hammasi. Banan esa bez generalniy доверенность, prostoy доверенность meni olib o'tsa bo'ladiganda. Hozir ish sistema uchun bir ikki bizneslar bor edi. Mana shuning uchun hozir kelganmiz. Lekin Namanganda rosa ko'p ekan. Mana santexnika bir balo battar. Rosa damas ko'p ekanligini. Cherechur damading sababi yo'q. İnşallah Xudo nasib qilmasa uje yangi biznes, yangi proyektlar, yangi ishlar diviziyanining orqasidan ol nima deydi, haligi biznesmen odamning hech vaqt haligi anosi bo'lmaydi, kasbi bo'lmaydi. Shuning uchun kuzatpanlarki, endi esa men bir zavodga boraman, yana bitta bazaga boraman. Shu ishning orqasidan jalan bo'lsin.